Arkadaşlar, barınızda tamamı taptır. Bugünkü amatörga tilagan temam basım. Basım u umuman alganda fizikaning qiziq yo'nalishlarining birisi. Endi mana biz o'zimizcha o'rgandik. Biz mana o'zimizcha basım bilan yasharga egallashdik. Ondan so'ng endi iplabgina basımni o'z foydamizga qo'llanishga da yaroqlashdik, Allohga shukr. İplabgina hozir biram-biram ketirman. Umuman olganda basım temasini anlatganda o'quvchilarga eng birinchi anlatgan narsam u eng birinchi formula endi. Basım kuchni meydanshiqqa ko'rsatilgan ta'siri. Ya'ni oldi tilasangdek ikki turli meydanshiq ham bir kuchni shu meydanshiqqa yo'naltganda qaysi sında basım nıqraq seziləcək. Sizin fikrinizcə? Kichkinasida nıqraq sezilir. Shundan da biz buni formula yordamida da ko'ramiz. Agar da osta bo'lgan son kimroq ekan, demak, umuman olganda basım ko'proq bo'ladi. Hozir siz buni o'zaro da tuyumlay olasiz. Aytaylik, kurshingizda bo'lgan kishiga boshda qo'lingiz bilan etigiz yalnız olan kişine yok. Tilesen işik tuginin ya. Uçtu beni alasla, uçtu biz bile etersiz. Şimdi dur. Oldu mu? Hazır birbirimizge şiratlaşıp barmak bilen etegiz. Bir kuş sarf etilgen bolsa da basım ikisinde iki türlü. Şulay bir. Yukarına biz qadaqni da ağaçqa qadaqlı biz ekan ışlı yağı bilan kiritmaymiz. Biz bitince ışlı yağını oldan kiritamiz. Ul yağı jengilroq kiradi. To'pos yağı kirmaydi. Shunda da shu nisbatan shu hisob bilan birga bizning qorda botmaydi. Davom etamiz. Aytdik, mana kola shishasi ayman. Kola shishasi men agarda tekshirgan tilim ekan, shunga ham tekshirgan kerak. Men uni qo'yg'ina uni osha turgan joylanmasi da bor, lekin men u osha turgan joylanmadan tish boshqa shart qo'shillar kerak. Agarda men uni bosibgina oshirga tilim ekan, mening barmoqning meydanshig'i zo'r bo'lganlikdan men uni shunday bosha olmayman. Bosha olmayman endi. Anlaysiz? Agarda men ushlay bir olib, ushlay birning meydanshig'i kimroq shu kuchni sarf etaman ekan, sizga kerak bo'lsa o aşılaşa. Aşılıktan kalmıyor. Evet, şimdi. Yoksa evet seçlemem. Hazır endi ko'rganingizcha bizga aniq siyqlig'in bo'shatib kerak bo'lsa. Lekin bu da bir jingil protsess tug'ish. Nega aning ishidagi suv tiygan chiqmaydi? Chunki bosim bor. U ishdan chiqadi, lekin bizning tiyra yungda bo'lgan atmosfera uni kiri etib kiritirga tirishadi. Ham agarda biz uni mana Abdulhamid Muaziz bilan aytayman buni. Agarda turtkalamasak, ko'rasizmi, uning og'imi akrinaydi. Lekin men azroq havo kiritib, kiri aylantirsam, boshlig'im endi og'imi tezroq. Nishlab? Hozir anlatam. Chunki bizim mana bu sovutimizning kichkinagina bir teshigi bor. Buni teshik bunday bo'lmaydi. Kichkinagina bir teshigi bor. Ham haligi sovut ishidagi siyiqlik chiqadi. Chiqqan davrda menda aning eng boshida men havo kiritib oldim. Eng boshida menda atmosfera ham tira yungda da shunday atmosfera. Ham bu atmosfera kuchi ikki haftada bir tegiz. Shundaymi? Lekin bundan suv oqqan sayin menda bir havo ortmaydi. Shu havo ko'lami zo'rroq meydanshiqqa taraladi. Shundaymi? Ham natijada ichki yoqdan o'tuv kuchi kimiy.
Tışqı yaqda əvvəlgişə qalar. Həm tışqı yaqның күші күбәyə. Şunun nisbətən bizim ağım kimi. Əgər də biz şöyle buna ikinci ишik yasagan olsak, әлеге şişədə, aytik bundan. Bizim ağımımız tabii rəvişkə kilərim. Dost olmuş nədir? Devam ederiz. Mesela bankanın kışkısında bir zorlan, bir kışkına yaklaşık yazap kaldıralar ve şoluk məğna aynı. Bankada da biz bankadan kompot soğuganda qaybışıqda bir gene teşik değil, iki teşik yasayız. Çünkü birisinden hava kirəgə teyiş, ikincisinden su шығырға teyiş. Ol şulay etken şıraqda lipirdən miydi, lokuldan mıydı? Аккуратно гнаться. Или кофе стаканчикларында да тишип коялар, битикинчи ягында. Анда сиздер сизилмескене хава үткәрдегене тишикләр була ишин анда. Дәвам итик. Менә бу көч, менә бу атмосфера каян барлыкка киләсең. Ул без аны хәзер сизәбезме? Сез атмосфераның басымын сизәсезме? Без сизмибез ләкин. Biz аны сенсорик яктан сизмибез, ләкин ул безгә ничек тәэсир итсә, biz дә аңа шулай тәэсир итәбез. Шуңа күрә biz әввәлгечә тыныч кына яшәүебезне дәвам итәбез. Әгәр дә инде без атмосфера белән көрәшмәсәк, атмосфера безне кысыр иде. Аңлыйсыз шуны? Шул әйтик, ник без космоска чыкканда скафандр киеп чыгабыз. Безнең организм күнеккән, бүтән әйберне этеп торырга. Ләкин космоста этеп торучы көч юк, атмосфера юк. Хәзер аңлатырмын. Атмосфера юк. Һәм әгәр дә безнең организм күнеккән этеп торырга бүтән нәрсә, безнең бик күңелле картина юк. Күңелсез картина юк. Кабарып чыгырык бу. Халк кебек һәм бүтән күзләр инде әзрәк ираклашыр иде. Әле аларның тизеп үзгәртмичә генә шашаганда күз алдына килсәк ярар. Дәвам итик. Менә безнең җир шары. Җир шарын әйләндереп алган нәрсә дигән? Молодцы. Яхшы игътибар итәсез. Атмосфера. Атмосфера. Бу бит инде кайчанда булса бит, Бу безнең һавалар. Һава молекулалары, шулай матдәләр һәм алар шулай ук бүтән нәрсәләр дә үзара тартылган кебек, һаваның молекулалары җир шары зуррак булганлыктан җир шарына тартылалар. Һәм бүтән яклап та бер тигез тартылганлыктан алар җир шарының формасы нинди булса, тышкы яктан да шул формада атмосфераны тәшкил итәләр. Нәтиҗәдә һава басымы җыелды ди. Әйтик без менә шушы өлешен генә карыйк. Аңлашыламы? Мин Гафуитиңиз таныштырган бу исеме Абдулхамид, бүгенге көндә минем ассистент. Сез интернетта аның Вали Әхмәт видеоларында якын арада күрерсез. Инде беренче чыгарылышы бар. Алла Тәгалә эшчәнлеген алып барган 7нче лицей интернат укучысы. Атмосферага әйләнеп кайтып рәхмәт Абдулхамид. Атмосферага әйләнеп кайтабыз. Инде менә шушы мәйданчыкта безнең һава, шушы мәйданчыкны алып барабыз. Шушы мәйданчыкта һава ничек? Километрларга сузылган атмосфера катламы. Без бит инде басымны көчнең билгеле бер мәйданчыкка тәэсире дилек. Монда да без билгеле бер мәйданчык алдык. Шушы мәйданчыкка шушы атмосфера баганасының басымы ничек икәнлеген biz кызык күзәтәбез инде тормышта. Шушы формуладан чыгып biz көчне беләбез, массаның тизәйтелеш, скорее всего, падение. Ирекле төшү тизәйтелешенең тизләнешенә тапкырланган массаның ирекле төшү тизләнешенә тапкырланган беләбез. Дәвам итәбез. Шулай ук массаның исә үз вакытында матдәнең тыгызлылыгының күләме буламы? Күләменә тапкырланышы икәнен беләбез. Һәм инде бер билгеле савытны алып карасак, әйтик, бер параллелепипед савыт. Әлеге параллелепипед савытның асфы катламын мәйданчык дип алсак, биеклеген h дип алсак,
Bizning munda bo'lgan suvning ko'lamini biz topamiz endi meydanchik toptirib buyuklik. Shundaymi? Shunday davom etib, biz munda da V harfi o'rnina, ko'lam o'rnina S topqir H deb qo'ya olamiz. Ya'ni shusha formulani kiriya qatava J borsa, bu formula bizning bunday tusmirala rho topqir S topqir H. Shusha e'birini bunda o'rnashtirsak, haligi formula boshqa tusmirala, ya'ni rho topqir S topqir H topqir J. Hamda haligi F ni mana bunda qo'ysak, natijada biz yana formula olamiz, aymi? Basam u rho topqir S topqir H mana faring S'larning qisqartirishlarida sezib oldik. Eskitgach rho H degan formulani endi bitta biz tanlaymiz. Ya'ni havoning tig'izligi bormi? Bor. Chunki u modda. Haligi modda shu bag'onada nechikda bo'lsa buyuk bag'onadan ta'sir etgachdan u o'zincha bosim yasaydi. Qo'ynadi shuni. Kira qo'ynadi bo'lsa. Bizning hali shunday bor. Endi bizning yer sharida suvlar bor. Suvlar ular yer sharida butun buyuklikdan o'lchaganda o'tiruvni more deb aytamiz, aymi? Ya'ni suvning buyukligi butun yerda bir. Bu qancha kelishadi? Aytik mandaringidir yilg'a bordi, onun buyukligi bu tirada bo'lsa. Yo'lar butun yerda bir turli, chunki suvda moddalardan turadi, ya'ni molekulalardan turadi, molekulalar shu tortlar ham üstten mana bu tirayaqdan yumaloq bo'lgan atmosfera bir turli ta'sir etib, bir tegizlikda, bir darajada turadi. Aytik xabarlashuvchan sovuqlar deb atalam ekanmi? Mana hozir zavar nazar qiling. Ortiq ko'p bo'ldimi? Buni boshqa ishlamaysiz. So'ng ne darajada ekanligi ko'rinadimi? Ayyo. Keling, mana. Rasmlar ikkisida bir tirada. Bu endi atmosferani butun yo'nalishdan da bu ikki turbaga da bir turli bosim yasog'idan keladi. Evatrak ko'rinishimiz bizning bunda mana Vali Ahmad bilan markatsovka so'rab o'radi. Vali Ahmad dedim. Oldu. Nasıl oldu? Oldu bir yerde. Bir senkalarına yapışkandır. Senkalarına da yapışkan. Çok gerekmiyor. Düşmüyor musun? Kileri? Bak ötekini. Garip. Oldu, devam ederiz. Bu hatta az. Hazır. Yok, pijak ellerinde istersin. Siz mektepte de şuralı borasın derslerinde. Böyle. Oldu mu? Yazırak bulganı, kısaca bunun bulganı prosesini işe atama. Nasıl öyle paralar? Fuzya. Sigişle. Türkçesini önemli. Adayım ya sarı bilen. Oynar. Ha, podskazkını kullanıyor. Burada ko'rinaymi? Bular hozir bir tegizganligi yaxshiroq ko'rinsin uchun bunda yebirishadi. Albatta, bu davom etamiz. Biz mana qiziqqina. Bu narsani dalili. Bu atmosferani qarang. Ha, yo'q, bizim tutmasın ana. Ya'ni qarang, aytdim ekan atmosfera. Mana shu сообщающийся suvda xabarlashuvchan sovuqlar meni mana bunda o'rnashgan deb aytdim. Ham ular bir tegiz buyuklikda bir turli buyuklikdan atmosfera ta'sir etadi.
iki yaqdan da. Agarda men bir yog'ini yopib, ikkinchisini ko'taraman ekan, ularning tegizligi yo'qolashadi, ehtimol. Mana qara, ikkisi ikki yoqda oshib, hammalar bir tegizlik, deymi? Lekin men bir yog'ini yo'qsa yopib nechang, lekin shulaydi. Ko'rasizmi? Tegizlik saqlanmaydi. Chunki bunda atmosfera bosimi qoldi. Mana bunda bo'lgancha. Ammo ul o'zgarib turadi hamon. Endi yong'inlar shu ko'rasizmi? Qay qiziq bo'ladi hozir. Kisab shuncha. Ha. Voy. Ko'ngli bormi? İşlerim duydu. Jibara mana kisakni olib tikizlash shak. Bo'ldi. Bug'una tugiladi qiziq narsa. Ko'rasizmi, ularning bosimlari, ularning tig'izliklari turli. Lekin agarda men hozir mana bunday aytsam. Ha? To'xta. Yo'q, nima deydi? Mikrofon yurtib, bunga ham mo'y bo'ladi. Imishilmayni olamiz. İsi şaraşak diye sotu şey demeyin. Tabii hangisini şaraşak bilmeyin. Ciddi değilsiz. Ne korkmuş? Ciddi. Tamam, turba çıkılmayı buldum. Ko'rasizmi, men ona hozir ikkisi yog'ida oshib, lekin ular turli buyukliklarda. Tushunasizmi? Bu da shunday men bilan ko'rsatayim senga. Xabarlashushi sovuqlar. Bu obrazni sovuq deyiladi. Bir yog'dan suv, ikkinchi yog'dan bizning suv bilan shulara o'rnashib ketdi. Onarsin moy. Tüp hikmet shundaki, mana bu ular kesishgan o'rinda bu zakon Paskal zakoni endi. Moy suvga nechik ta'sir etsa, suvda moyga shunday ta'sir etadi. Ham hali bir yuqorilikda bo'lgan suv bir turli bosimga ega. Ya'ni suvni mana bu o'rinda ko'rsatgan bosimi, mana bu o'rinda ko'rsatgan bosim bilan tengdir. Anlaşıldimi? Ya'ni suv bizni bu o'rinda ashadiydi, masalan, ajdoydi. Suvni mana shu o'ringa ko'rsatgan bosimi suvning tig'izligi, to'liq masalada shu deydi. H bir ham G. Şu tegiz o moyning tig'izligi, moy topqir H2 topqir G. G'lar bir tegiz bo'lishlar kesishadi. Ham ko'rganingizcha suvning tig'izligi necha topqir moyning tig'izligidan kimroq bo'lsa-mi, ko'proq bo'lsa-mi? Ko'proq. Qarang, agar suv bu bitince vadi tekizleme. Ya ne hazret? İki top yok. 3 toplar siges, iki toplar dur. Bak, 6 toplar dur. Var mı şundaydı? Hayır. Uğramayın. Hazır men yazalar mı mevlayım? Biraz. Şu gaybını. 3 bölü 6 tegiz 4 bölü 8. Hayır. Rahmat. Rahmat bundan. Yani şundan ötürü karar. Bir mesele aldım. Moy tegiz H2 bölü H1. Yani mana bu buyuklik, moyning buyukligi, suvning buyukligidan necha topqir ko'proq bo'lsa, suvning tig'izligi
Mayning tig'izlig'iga qarab, shu xatga bir bor endi borib chiqaman ekan. Men mana qog'ozim tutarman kerak. Bu shekilda. Реклама скрытая молока. Скрытая реклама. Biz makaron botadimi ekanmiz suvga solg'ach. Stolovida. Unda yumshaklash qalqib pishiradi. Aynen. Hamıda. Biz uni uzoq yumshatmaymiz. Bizga uni botuv kerak. Men o'ylab kelgan mashina nersa bota, ham narsa ushib bilan botib turasizmi? Yog'am hozir ham suvning bosimini to'g'rishni yo'q. Kerak turib. Bu men kelgandagina o'ylab turganim. Ya'ni bunu bilan borib chiqmaydi. Agarda yengilroq narsalar bo'lsa, o'zlari budkash kelib tushadi. Uzoq budtirimiz mumkin. Ya'ni biz onun suvning tig'izligi, bosimini orttirgach, makaronlar qalqib chiqa boshlaydi, o'zlari bo'lsa. Bu orttirgan bo'lsa, o'zlari qalqib chiqadi. Onlardan o'sha bizning şey qo'ynadi. Xotirlasangiz, şey qiziqqina narsaga qo'ynab masalan. Bizim ikinci şey o'zine ko'ra qopqashni ko'taradi. Ish boshqaradi. Ya'ni por mendida bo'lsa ish boshqaradi, qiziq narsa. Hozir suv bilan nazar qilib o'tsa. Bu qopqari foyli. Ana narsa teng. O'ynayveradi. Kimgacha kubikni qo'rqitib o'tirishadi, lekin u ortiq qo'rqmaydi. Qanday biz kubik tishotdi. Qo'ydim. Lekin yarim. Onlarni esa sheynikni qo'pqashi ko'targan kubik. Ne yapardı? Ha? Onda suv qolmas. Farklanıyor. Ha, ikinchi planni sog'izdan. Sen sog'izdan bilmayman. Bu hozir qo'ynar. Bu yuksayib. Hozir buning ishida hozir buning ishida por bor edi. Ama çıktı.